Bizni kuzatuvchilar tomonidan tushgan takliflarga binoan kichik hajmdagi mini kameralar haqida gaplashamiz. Bugun siz bilan 2 linzali S73 sim kartali kamera, Wi-Fi da ishlovchi S30 mini kamera, yana bir Wi-Fi da ishlovchi T9 mini kamera, eng kichik dumaloq hajmdagi X3 mini Wi-Fi kamera. Yaxshilab o'rnashib oling va biza boshlaymiz. Shu o'rinda bir narsani eslatib o'tishimiz kerak. Ushbu kichik hajmdagi kameralardan noqonuniy maqsadlarda yoki bo'lmasa birovning shaxsiy ma'lumotlarini oshkor qilish uchun foydalanish qonunan man etiladi. Lekin o'g'riliklarni oldini olish va shaxsiy xavfsizlik yo'lida ushbu mahsulotlardan foydalanishingiz mumkin. Agar men bilmayotgan boshqa narsa bo'lsa, kommentariyada yozib qoldiring. Ushbu 4 ta kamera hammasi bitta ishlab chiqaruvchi tomonidan ishlab chiqarilgan va OCam programmasi yordamida ishlaydi. OCam programmasini yuklab olish uchun App Store ga kiramiz va OCam yozamiz. Birinchi chiqqan OCam Pro ilovasini yuklab olamiz. Programmani ochamiz, ruxsat beramiz so'ragan ruxsatlarga va biz registratsiya sechasi bosib turib akkauntda registratsiya qilamiz. Bu yerga pochtamiz manzilini yozamiz. Ushbu Gmail ilovasida kod keladi. Aynan o'sha kodni mana 0855 terib olamiz. Va bu yerga elektron pochta manzilimizni kiritib boramiz. Siz bu yerga o'zingizni pochta manzilingizni kiritasiz. Gmail ilovasidan kelgan kodni kiritamiz. Bu yerga yangi o'zimiz akkaunt uchun parol qo'yamiz. Parol 8 xonadan iborat bo'lishi hamda turli shakllardan tashkil topgan katta kichkina harf va son harf ishtirok etgan bo'lishi kerak. Gatovi. Endi akkauntga kiramiz. Akkauntga kirib oldik. Endi tepada plus belgisini bosib, istalgan kamera orqasida QR kod turadi. Bu aytganimdek 4 ta kamera barchasi OCam programmasi yordamida ishlaydi. QR kodni orqasiga ko'rsatamiz. Please turn on the power switch. Kamerani qaysi Wi-Fi ga ulamoqchi bo'lsa, shu Wi-Fi ga teramiz. Login parolini. Point the QR code on your phone at the device lens and keep it 15-30 centimeters away until the device makes a beep sound or the indicator light stays on. Ushbu QR kodni kameraga ko'rsatamiz. Biz hozir bu xonaga kamerani o'rnatib ko'rdik. Endi kirib ko'ramiz. Xonada qaysi joylarni olyapti, qaysi joylarni olmayapti. Google obzoriga o'zingizlar baho berasiz. Harakat bo'lgan paytda ushbu kamera sizga telefoningizga xabar yuboradi. Google obzorini ko'rayotgan bo'lsanglar 100 gradusdan oshiq. Bu esa tunda chiroqlar o'chib paytda hech qanaqangi yorug'lik bo'lmagan paytdagi kameramizning tasviri. Kamera hech qanday chiroq yoqmasdan, infraqizil nurlarni ko'rsatmasdan shunday ta'sir hosil qiladi. Juda ham zo'r. Kameramiz berkitilingan joyni topishga harakat qiling. Ushbu HD formatda videoga oluvchi OCam kameralar barchasi bir xil megapikselga ega, hammasi ovoz yozadi va ovoz chiqaradi. Telefondan gapirib qo'rqitishingiz mumkin. Kerak vaziyatlarda. Faqatgina S70 kamerasi ikkita linzaga ega bo'lib, bittasi uzoqni olishga va bittasi yaqinni olishga mo'ljallangan. Barchasini quvvati to'liq ishlaganda 6 soatgacha yetadi. Va harakat bo'yicha yozuv rejimini qo'llasak esa quvvatni 2 haftagacha tejashimiz mumkin. Sim kartali S70 kameramizning narxi 60 dollar. Va bu Wi-Fi da ishlovchi ikkita kameramiz narxi bir xil 40 dollar bo'ladi. Va mana bu kichkina dumaloqli bu Wi-Fi kameramiz narxi qimmatroq bo'ladi, sababi korpusi ko'rayotganingizdek juda ham ixcham va buni berkitish ancha osonroq.